Assalomu alaykum barchaga. Demak, kechagi DTM testimizni, ya'ni ishlayotgan testimizni davom ettiramiz. Demak, 11-savol. Y barobar 2 sin x minus 3 cosinus x funksiyaning eng kichik qiymatini toping. O'rta, ayriluv va burchaklar bir xil bo'lganda qiymatlar sohasini yozamiz. 2 ning kvadrati 3 ning kvadrati ildizda minus va 2 ning kvadrati plus 3 ning kvadrati. Bu plyusda. Mana shungacha mana shu qiymatlar sohasi bo'ladi. Kiradi. Demak, buni eng kichik qiymati minus ilsosda 13 ekan. C javob. 2, 0, 2, 4, 6 raqamlaridan 2 va 4 yonma-yon kelmaydigan qilib nechta 3 xonali son tuzish mumkin? Birinchi, bundan nechta 3 xonali son tuza olamiz? Birinchi raqamga 3 ta qo'ya olamiz, ikkinchisiga 4 ta qo'ya olamiz, uchinchisiga ham 4 ta qo'ya olamiz va bu yerda 48 ta. Endi jami 48 ta ekan. 2 va 4 yonma-yon kelmasligi kerak deyapti. Demak, 2 va 4 ni biz hozir bu yerda bir xil raqam deb olsak, kombinatsiyasini topamiz. Bunda 4 faktorial taqsim 2 faktorial. Ya'ni bu 12 chiqadi. 48 dan 12 ni ayirib tashlaymiz. Javob 36 ekan. B javob. 13 minus 3 butun 1 taqsim 4 sonining kasr qismini toping. Buni minus 3 minus 1 taqsim 4 qilaman va bunga 1 ni qo'shib 1 ni ayiraman. Bu teng bo'ladi minus 4 plus 3 taqsim 4. Kasr qismi mana 3 taqsim 4 ekan. D javob. Endi soddalashtiring. Soddalashtiringga keladigan bo'lsak, masalan, ildiz ostida x ni qandaydir a deb belgilaylik. X teng a kvadrat bo'ladi. Demak, birinchisi a kub minus 8. Uni birdaniga yoyib ketsak, kublar formulasiga ko'ra, x kub minus y kubni hamma bilsa kerak. Shunday qilib yoyamiz. A minus 2 bo'ladi. A kvadrat plus 2a plus 4 bo'ladi. Taqsim x a kvadratga teng plus 2a plus 4. Demak, bu qisqarib ketadi. A minus 2 qoladi. A bizda ildiz osti x edi. Javob ildiz osti x minus 2. 15-savol. 15-savol sal qiyinroq. Buni pastga yozganimiz ma'qul. Demak, hozir yozib olaman pastga. Mana yozib ham oldim. Demak, boshlaymiz. Birinchi o'rinda mana kosinus kvadrat 2x va minus 1 ni hamma ko'rayotgan bo'lsa kerak. Mana kay. Bundan minus chiqarib olsak, minus qavsda 1 minus kosinus kvadrat 2x bo'ladi, to'g'rimi? 1 minus kosinus kvadrat 2x sinus kvadrat 2x beradi. Oldidagi minus bilan sinus kvadrat 2x bo'ladi. Endi bizda bu ko'paytma holatida turibdi. Buni yig'indi holatiga o'tkazamiz. Bunda formulani bilamiz. 1 taqsim 2 bilan boshlanadi. Oldida mana 1 taqsim 3 ham bor. O'sha 1 taqsim 3 ga ko'paytirsak, 1 taqsim 2 ni 1 taqsim 6 bo'ladi. Endi kosinus sinus kelyaptimi? Yig'indisi sinus sinus bo'ladi. Demak, qo'shamiz. Sinus 6x plus sinus 2x bo'ladi. Sinus 2x. Endi bu yerdagi sinus 2x bor. 1 ni yo'qotdik. 1 boya kosinus kvadrat 2x bilan ketdi. Bu 0 dan katta. Endi buni ochamiz. To'g'rirog'i umumiy maxraj berib yuborsak, minus 6 sinus kvadrat x kvadrat 2x sinus 6x buni formulasi bor. Demak, sinus 6x ni sinus 3 karra 2x qilib olamiz. Bunda 3 sinus x bo'ladi. Minus 4 sinus kub 2x bo'ladi. Uzr, 2x bu yerda ham 2x va bu sinus x, sinus 2x va bunga 6 umumiy maxraj berilsa, 6 sinus 2x bu bilan 7 ta bo'ladi. Shu 0 dan katta yoki teng 0. Demak, bizda sinus 2x larimiz 10 ta bo'ldi. Sinus 2x minus 4 sinus kub x kub 2x va minus 6 sinus kvadrat 2x. Bu 0 dan katta yoki teng. Endi buni bo'lib yuboramiz minus 2 ga. Minus 2 ga bo'ladigan bo'lsak, 2 sinus kub 2x minus 5 sinus 2x va minus 3
plus 3 bo'ladi bu. Plus 3 sinus kvadrat 2x kichik yoki teng 0 bo'ladi, chunki minusga ta'sir ettirildi. Endi bundan sinus x chiqarib olamiz. Sinus x ni chiqarsak 2 sinus kvadrat 2x minus 5 plus 3 sinus 2x. Sinus 2x. Mana bu ham sinus 2x. Demak, bu bizda kichik yoki teng 0. Sinus 2x. Buni ajratsak, sinus x minus 1. Shunday bo'ladimi? 9 plus 40 shunday. Sinus x plus 2,5 bo'ladi, adashmasam. Bu 2,5. Bular ham sinus 2x dan. Bu 0 dan kichik yoki teng bo'ladi. Demak, bu har doim musbat, chunki sinus x eng katta qiymati minus 1 bo'lsa ham bar yetolmaydi. Sinus 2x sinus 2x minus 1 kichik yoki teng 0 dan. Yaxshilab qaraymiz. Sinus 2x minus 1. Bu sinus 2x ning eng katta qiymati 1 bo'ladi. Eng kichik qiymati minus 1. Bundan bilib turibsizki, eng katta qiymati 1 bo'lganda 0 ga teng, eng kichik qiymati minus 1 bo'lganda 0 dan kichik. Bu har doim 0 dan kichik yoki teng ekan. Voy, o'chirib yubordim. Bu har doim 0 dan kichik yoki teng ekan, mana shu ifoda. Bu har doim 0 dan kichik yoki teng bo'lsa, mana o'zgarmasligi uchun bu har doim musbat bo'lishi kerakmi? Musbat bo'lishi kerak. Demak, sinus 2x katta yoki teng 0 dan. Buni yechamiz. Aylana chizamiz. Plus plus minus minus sinusniki 0 pi. Bizga 0 dan kattasi kerak. Bular kerak. Demak, buni yechadigan bo'lsak, 0 plus pi k yu 0 plus pi k 2x 2 pi k. 0 plus 2 pi k 2x va pi plus 2 pi k bo'ladi. Buni 2 ga bo'lib yuboramiz lekin va tengsizlik ko'rinishida yozamiz. Pi k yu pi taqsim 2 plus pi k ko'rinishida bo'ladi javob. Javob A javobda adashmasam.